Assalamu alaykum qimmatli qarindoshlar, yaxshimisizlar? Bugun 2023-yil 10-oyning 14-kuni shanba. Oldi bilan men dehqonlarga iqtisod haqida qisqacha ma'lumotlarni yetkazib o'tgandan keyin kitob haqida biroz to'xtalmoqchi. Xo'sh, oldi bilan iqtisoddan kelaylik. Bu yilning 5-idagi tunji leksiyarimda faraz qilgandagidek, bu yil dunyoning iqtisodiy ahvoli o'tgan yilga qaragan vaqtda yaxshiroq bo'ldi, ammo degandagidek yaxshi bo'lmaydi degan. Hala oradan 3 fasl vaqt o'tdi, ishlar shundaqroq bo'lyapti. Masalan, paycheki bozorlariga qaraydigan bo'lsak, paycheki bozoridagi ko'tarilish o'tgan yilga qaragan chaqda yaxshi, ammo toza degandek emas. Nemishqa deganda buningga dunyodagi har xil ishlar ta'sir ko'rsatyapti. Ya'ni har bir davlatning o'zidagi iqtisodiy ahvol ham dunyo vaziyatidagi o'zgarishlar ta'sir ko'rsatyapti. Yevropadagi urush texcha davomlashyapti. O'rta Sharqda yangidan urush o'ti ko'tarildi. Bularning hammasi insoniyatga har qaysi jihatdan ziyonli, albatta. Ya'ni nurg'un hayotlik vayron bo'ladi. Shuning bilan birlikda yana ularninki yashash muhitlarimi ta'sirlashadi. Bu dunyodagi barliq insonlarga har xil vositalik, bevosita yoki vositalik holda ta'sir ko'rsatadi. Bu paycheki bozorlarda ham, pul muomala bozoriga qaraydigan bo'lsak, paycheki bozorida ham o'zining ta'sirini ko'rsatadi. Masalan, shu Yevropada boshlangan urush tufayli pul pahalıligi yig'irlab ketdi. Chunki Rossiya, Ukraina degan davlatlar, Rossiya energiya ishlab chiqardi, ochliq ishlab chiqardi, Ukraina ochliq ishlab chiqardi. Masalan, shu davlatlarda yuz berayotgan urush tufayli, Rossiyaga qo'ygan embargo tufayli energiya baholarida, ochliq baholarida o'sish bo'lgan. Yani açlıqның bahası bilan, yemək-içməkning bahası bilan, energiyanın bahası CPI, Consumer Price Index, yani mal baha ko'rsatkichini hisoblashda intayin muhim o'rin tutadi, muhim salmoqni tutgan bo'lganligi uchun ularni ko'tarilishi bo'lgan vaqtda bu umumiy yuzlik mal bahasini oshirib o'tadi degan gap. Bizdagi pandemik, ya'ni vabodan, COVID-19 deb atalgan vabodan endi qutulib tursak, dunyoninki siyosiy, iqtisodiy vaziyatidagi bu jiddiychilik bu oldimizdagi oylarda, fasllarda iqtisodga nisbatan aytgan vaqtda toza yaxshi perspektiv, yaxshi kelgusidan derak bermayotgandek turdi. Ya'ni pul pahalıligi texi to'liq tizginlangani yo'q. Iqtisodning ishi ko'ngildagidek emas, ammo ayrim davlatlardagi iqtisodiy ko'rsatkichlar yaxshi. Masalan, Amerikani olib olsak, Amerikaningki makrolog ko'rsatkichlardan iqtisodning ishi o'tgan 3-faslda ba'zilar 5% deyotdi. 2-faslda 2,1% bo'lgan. 3-fasldagi ishsizlik nisbati 3,18% ga tushdi. Esonlarda bo'lsa kerak, pandemik vaqtida bu son 2 xonalik son edi. Andan keyin pul pahalıligi 3,7%, 3,18% atrofida markaziy bankininki asosliq vazifasi mana bu shunday 3 har xil siyosatlar orqali 3 xil makroluk ko'rsatkichni o'ylagan yerga kelish, ya'ni pul pahalılığını tizginlash, iqtisodning ishini ilgari surish, ishsizlikni tuvallatish. Amerikaning bu 3 makroluk ko'rsatkichi Amerika iqtisodidagi nisbatan yaxshi. Shunga buni soft landing, ya'ni iqtisod o'zining izini topdi, cho'ng chataq chiqmadi Amerikaning iqtisodida deyilyapti. Lekin buningdan keyingi ishlar qanday bo'ladi? Ishsiz Amerikada 9-oyda 336 ming odam ish topgan gap, ya'ni ishsizlik nisbatini tuvallashga foydasi bo'lgan gap. Emgak bozori da nacharlash texi ko'rilgani yo'q. Shunga Amerikaniki markaziy bankisi, ya'ni odamlar xizmat topdi, kirim bo'ldi degan gap, haqlarda hajlaydigan pul bor degan gap. Ta'minlash yetarli bo'lmagan sharoitda aslida nurg'un odamning qo'lida pul bo'lsa nima bo'ladi deganda, bu bahoning o'ri turishini keltirib chiqardi. Masalan, uy mulk bozoriga qaraydigan bo'lsak, hozir garchi markaziy bankka o'simni 10 qatim o'stagandan keyin
30 yillik ömürlük mortgage'ninki nisbati 7% bilan 8%ning atrofida bo'lsa-mu, ya'ni xalqlarda o'yilish qizg'inligi bor. Chekinigini yo'q. Mana bu shundaq ahvollarni nazarda tutgan vaqtda Markaziy bankka 2026-yilgacha pul paxalligini 2% ga tushirish maqsadiga yetish uchun bular paydin-pay yetadi maqsadga pulning yana o'sim nisbatini davomli o'stirishni planlayotgan gap. Bundaq bo'lsa bu keyingi yarim yilda, ya'ni 2024-yili boshqa sharoit o'zgarmagan ahvol ostida degan parazni qilmasa, ya'ni ceteris paribus. Ishlar shundaq bo'lsa, ya'ni boshqa bir kutilmagan voqea bo'lmasa, yana bir urush portlamasa, keng ko'lamli urush portlamasa, yoki bo'lmasa bir vabo taqalmasa, cho'ng davlatlar o'tirisida surkilish shundaroq bo'lsa, zo'raymasa degan bu shundaq sharoit ostida Amerikaning iqtisodida, ya'ni o'sim shunday o'stiraversa, kelar yil 3-oylardan boshlab recession, ya'ni iqtisodning chekinishi yuz berishi mumkin deydigan qarashlar bor. Ya'ni o'simni o'stiraversa, bu oxirgi hisobda boshqa nurg'un tanlash ilib boradigan iqtisodiy gavdalarga ta'sir ko'rsatadi. Aholilar o'zining tanlashini o'zgartirdi. Ya'ni o'sim nisbati o'sgan sari o'yilishdan tortib mashinalashgacha qarz olish ta'sirdi yoki az qarz olgan bo'ldi. Bu oxirida iste'molga ta'sir ko'rsatdi. Ya'ni nima desa, boshqa innovativ kartochka shirkatlarimi innovativ kartochka shirkatlarimi o'zining o'simini o'stirdi. Natijada oilalar o'zining iste'molini kesdi. Andan keyin shirkatlarmi yuqori o'sim sharoitida ular xizmatchi elish ham ishlab chiqarish jihatdan boshqacha o'ylaydi. Natijada bu biroz tarixni keltirib chiqardi. Iqtisodning ish qizib ketmaydi, ishni aslaydi degan gap. Shunga oldimizdagi yarim yil ichida Amerika iqtisodininki yaxshilanishidan emas, balki tushishidan biroz signal kelib turyapti hozir. Xo'sh, endi bu iqtisod to'g'risida, to'g'ri, mana shifrli pul to'g'risida bir so'zlab o'tay. Shifrli pul bozori eng qaynoq bo'lgan chaqdagi, eng qiziq nuqtaga yetgan chaqdagi 4 trillionlik bozordan hozir 70% yo'qab 1 trillion atrofiga tushib qoldi. O'tganda 800 milliard tushib qolgan, hozirdan azroq o'sab 1 trillion mablag', ya'ni shifrli pul bozorida bor. Shifrli pullarning umumiy soni 30 minglarga yetib qolgani bilan, ammo rasmiy shaklda kishilar ilm berib turayotgani 9 ming atrofida, hozir taxminan 9 ming atrofida. Bitcoinni ba'zilar shitcoin deyapti. Paydo olsa bitcoin, oltin coin, ziyon tassa o nijosat coin. Shundaymi? Ammo qanday bo'lishidan qat'iy nazar bu yuzlanish, internet texnikasidagi o'zgarishlar, internet texnikasidagi kompyuter texnikasidagi o'zgarishlar hozir yangi bir davrga qadam qo'ydi. Shunga masalan token economy deydigan gap chiqdi. Digital economy degan gap chiqqan xili bo'lgan, gig economy degan gap chiqqanmi xili bo'lgan. Shu mazmunlar iqtisodiy ahvollarni tushunay bilay deydigan odamlarga bir o'qishlik sifatida manfaat bersin deb men bu kitobni yozgan. Bu kitob nashrdan chiqdi deb men bultulam degili turgan, kelar yil nashrdan chiqdi deb bu yil chiqdi. Mana buningda shundaq mazmunlar bor. Masalan, bu iglik tiklash melodiyasi kitobning ismi. Bu burun yazgan, bir 10 yil burun yazgan yozmalar, yaqinqi yozmalardan tarkib topgan. Masalan, iglik tiklash to'g'risida yozgan mazmunlarda shundaq mazmunlar bor, abzaslar bor, kichkina o'qib o'tay. Lekin egilik tag'ar emas, tiklayman deb tiklab oldigan, etizliq samanni tiqib va yoki turik emas, yog'och ustam peshayvon uchun ilib qo'ygan kesib ham pichib. Va yoki dabdabilik so'z emas, faylasufning og'zidan chiqqan chinqilib. Bu egilik tiklash haqida buningga misol sifatida o'zimning ko'z ko'rgan, men ko'rib baqqan, bilib baqqan Amerikada egilik tiklagan qarindoshlarimizdan o'rnak sifatida bir ikkina misol oldim. Ondan sırt yana bundan 10 yil burun yazgan Amerikada hozir qaysi kasb bak oqidi degan kichik yozmalarni qo'shdim. Masalan,
2011-yili yozilib ekan noyabrda. Yaqinqi 20 yildan buyon Uyg'urlarning har xil sabablar bilan sirtqa hijrat qilishiga ergishib, ularning yerlashgan davlat va jamiyatlarda uchraydigan masalalari, shundaqla ular tushunishga, bilishga, o'rganishga tegishli mazmunlar ko'payishga boshladi. O'z ko'zi bilan ko'rmasa, o'z beshidan o'tkazmasa, nimani tushunadi? Nemining o'ziga qulaylik, nemining avarchilik elib keldigini qandaq biladi inson degan shundaq so'zlar bilan boshlangan. Ondan sırt ma'rif to'g'risidagi yozmalar bor. Ondan sırt sog'lomlik, ya'ni 4 qism bu. 4-chi qismda sog'lomlik bor. Ya'ni sog'lomlik deganimizda jismoniy sog'lomlik va ma'naviy sog'lomlik, ya'ni ruhiy sog'lomlik masalalari bor. Ya'ni umidvor yashash, tirishib yashash deganga o'xshash o'zimning his tuyg'ularimni xotirlab qo'yganim. Masalan, jangovarlik kuyi deydigan bir yozmam bor. Men shoir emas, ammo his tuyg'ularimni xotirlab qo'yaman tabiiy shaklda. Odam degan kunda bir xil qopmaydi. Ba'zida xush, ba'zida tush buzilib. Badan degan kunda sog'lom bo'lmaydi. Ba'zida chin, ba'zi ketar chuvilib. Hayot degan dal osmonga o'xshaydi. Ba'zi uchuq va ba'zida tutilib. Besim bo'lib qolar egizib past ishlar, o'ylanasan ketay qandaq qutulib. Bu jiqroq mushuklarga o'q beray. Demak, hayotda o'zimiz umid berib yashashimiz kerak demakchi. Undan sirt yana mana hozir men tabiatning qo'ynida turib so'zlayapman. Mana tabiatning qo'ynida go'zal bir tabiatga bor deydigan yilning oldida yozgan kichikgina eslarim. Quyosh parlagan kunlarda o'yga bekinib o'ltirib, yo'q xiyollarni qilib, mavhum dushman bilan so'qishib, ro'yitindagi zindonga solinib, tit bo'lsang zarlasang deyman umringga. Umr kunlardan tarkib topadi, har bir kuning o'sin xo'shal. Vahimi tushgandimi ko'nglingga, qo'pchiq tabiatga bor. Xo'shallik unda sen izda. Tabiat go'zal, qo'yni ham kangri, uning bag'rida xo'shal yayrab ol. Shodlik farishtasi kelmas oldinga, mang yugur sen bor oldiga salomga. Egilishni bilmagan odam aguralmaydi, izdashni bilmagan odam quruq qo'l qoladi deganga o'xshash. Ya'ni Egilik boshqarish melodiyasi degan kitob nashrdan chiqdi degan bultoning oxirida bu yil chiqdi. Endi hozir yozayotgan kitobim dunyoviy hisoshnoslar va ularning ideallari. Yaqinlarim so'raydi, "Voy aka, nima ish qilyapsiz?" deb. "Bu shunday qilyapman." Tanq do'stlarim so'raydi, "Voy, nima ish qilyapsiz? Yo'qolib ketding" deb. "Bu shunday ishlar mashg'ul bo'lib qoldim" desam, işte chaqchaq qilib deganlarmi bor, rost gapni deganlarmi bor. Kim o'qiydi? Bizning odamni kitob o'qimaydi. Kim o'qiydi kitobni? O'qiydiganlar bo'ladi. Masalan, o'zimnikini o'zim o'qiyman. Boshqalarnikini o'qiyman. Ba'zi kitoblarni odamlar hozir o'qimaydi, ma'lum vaqtdan keyin o'qiydi. Masalan, men hozirning o'zida marhum bizniki olimimiz, faylasuf, mushu zamondagi faylasufimiz Abdushukur Muhammad Emin apandininki kitoblarini o'qiyapman. Burun men o'qimagan, burun maqolalarini o'qiydim Madaniyat jurnalidan. Ammo yosh chig'imda, ya'ni oliy maktabda o'qiyotgan chig'imda qiziqib o'qiydim, izlab. Hozir kitoblarni aklab, kitoblarni o'qiyapman. Shu odamning kitoblarida mana shu gaplar bor, ya'ni kitob yozish haqida. Amal bo'lsa, agar u axlat bo'lmasa, cho'qim yozadigan bo'lsa, nashr qilib, kitob qilib qoldirish kerak. Yoza oladigan turib, yozmasi bo'lmaydi, kitob yozish kerak degan shunday bir so'zlar bor, bir asrida. Bu gaplarni aytdi, yaxshi gaplar. Undan sirt yana Qutatqi bilik deymiz, Turk tillar divoni deymiz. Bizningki buyuklarimiz 1000 yil burun yozgan olamshumul asarlar. O asarlar nima hozir shunday o'qiyotgan gap, o'yinib o'qiyotgan gap. Andan keyin yana bir gap bor. And if you want to read a book but you cannot find it, write it yourself deydigan bir gap bor. Bir kitobni o'qimoqchi bo'lsang, uni topolmagan bo'lsang, o'zing yoz deydigan. Men mav kitobni o'zim ayni vaqtda oliy maktabda o'qiyotgan chaqda o'qimoqchi bo'lgan, lekin topolmagan kitob. Ya'ni dunyoviy hisoshnoslarning buyuk ideallari degan gap. Men oliy maktabda undergrad to'liq kursda egilik boshqarish o'qigan. Egilik boshqarishning 3-yilligida bizga g'arb iqtisodiy tarixi degan darsni bir oppay o'tgan.
mehribon yaxshi appay edi. Dars o'tgan vaqtda shu butun so'zlagan so'zlarini konspekt tuzib o'zi qiladi. Ya'ni u chaqda biz dars material yo'qdi. Ya'ni G'arbning iqtisodiy idisi degan bu darsda bizda dars kitob yo'qdi. Shu appay deb berganni konspekt qilib yozatdik. Shu chaqda John Adam Smith, David Ricardo, John Stuart Mill, Saye degan o'xshash G'arbningki shundaq iqtisodshunoslar bilan tanishgan, ularning ideallari bilan tanishgan, masalan, ta'minlash talabini qo'zg'aydi. Yer boyliqning onasi, emgak boyliqning otasi deganga o'xshash shundaq so'zlar, ideyalar bilan tanishgan. Ammo men mufassal shaklda, sistemlik shaklda G'arbning ideyasini tanishtiradigan, yoki dunyodagi shu iqtisodiy ideyalarni, muhim nazariyalarni hozirgi zamon iqtisodiy ideyalarni tanishtiradigan o'zimizning tildagi bir kitob bo'lishini orzu qilgan, lekin afsus yo'q. Masalan, hozirgi zamon deganimizda Milton Friedmanni asos qilgan pulchilar yiqimlari, andan keyin Keynes makrolik iqtisodning otasi bo'lgan Keynes'ninki ideyalari, bularni tushuntiradigan Hayekka o'xshash demokratiyani so'yadigan, erkinlikni so'yadigan iqtisodshunoslar, bular mana Hayek, Milton Friedmanlar Nobel iqtisod mukofotlariga erishgan kishilar bular. Mana shularning ideyalarini tushuntiradigan, ondan keyin mana hozirgi yangi davrimizda yangi iqtisodshunoslar chiqyapti, yangi ideyalar, yangi ko'z qarashlar bo'lyapti. O'zimiz yashayotgan real dunyoni tushunib, masqadam demenishimiz uchun, texnikalarni, maharatni egallab ojiz bo'lib qolmasligimiz uchun shu xil ideyalarni bilishimiz kerak, tushunishimiz kerak, xizmatimizga, amaliyatimizga tatbiq qilishimiz kerak deb o'ylaganligim uchun bu kitoblarni shundaq bir mushaqda izlanib, shundaq yozib boqay deb o'yladim. Mening asli kelib chiqishim o'qituvchi adam. O'qituvchilik hozir bir kollejda dars o'tab qo'yman, qo'shimcha. Yana maharatning o'zgachilik yaxshi ne'matlari bor. Maharatning kishilarga bag'ishlaydigan, jamiyatga bag'ishlaydigan. Shuning bilan birlikda kitobningmi o'zgachilik, kitob o'qigan odamlarningmi, kitob o'qigan xalqningmi ma'naviyatida bir yuksilish bo'ladi. Bizningki men oliy maktabda o'qiydigan chaqda bu jurnallardan bizning ba'zi yozuvchilarimizningki qalamlaridan ba'zi kishilarning, masalan, Aristotel deymiz, Sokrat deymiz, Platon, ya'ni Aflatun, Spinoza, Descartes deganga o'xshash va shundaqla yana mavjudiyatchilik falsafasining otasi Sartre, bularning ideallar to'g'risida azroqlam qor yig'ib, yo'lni azroq yer yuzini so'yib qo'ygandek, shundaq bir ideallarni azroq nima qilgan, bilgan. Masalan, Netseninki Zarastora deydigan, Zardusht yoki Zarastora shundaq deydigan Netsening ideyasi, Hegel, Kant bularning ideyasi to'g'risida azroqla bilgan. Oliy maktabda o'qiydigan chaqlarimizda masalan, ammo lekin Karl Marksning Siyosiy iqtisod degan kitobi majburiy tarjima qilinib o'qitilgachqa, oningki siyosiy iqtisodiy qarashlari bilan tanishgan. Halbuki Mao erkin dunyoda hozirgi mavjud, ya'ni adabiyot san'at uyg'onish davridan keyin, san'at inqilobi bo'lgandan keyin 20-asrdagi taraqqiyot, 21-asrlardagi shu yangi ideyalar bilan, masalan, o'tgan asrdagi Martin Heidegger deganlar bilan tanishib boqmagan. Adabiyot sohasida bizning kishilarimiz oliy maktabda o'qiydiganlar, masalan, Qurbon Baratkamninki, shundaq marhum shoirimiz, bularninki va boshqa adiblarimizningki to'pisi orqali tarjima qilingan har xil asarlar bilan tanishgan. Ko'pinchisi Rossiya adabiyotininki, masalan, Pushkinninki oliy maktab o'quvchilarida yodga biladigan bir she'rlar bo'lgan. Qurbon Baratkam tarjima qilgan deyman, so'yatdim seni deb. So'yatdim seni so'ydigandek turman yana, aldirab o'chmigidek bu cho'g' qalbimda. Azap tartsamı tartay men özüm, seni bir aram qılğım yo'q zarracha deydigan shunday bir she'rlarni o'sha adamlar shunday tarjima qilib dunyo adabiyoti bilan xalqimizni tanishtirgan. Lekin masalan, Mufassal Balzacning ba'zi bir asarlari bizningki
Shakespeare'ning ba'zi bir asarlari bizning adabiyot dars kitoblarimizda bo'ladigan bir parcha az to'la. Ammo iqtisod iddisi haqida bir kitob Uyg'ur tilida chiqib boqmagan. Bizningki bir mashhur adabimiz menga bir chaqda shu kitobni havola qilgan. Adam Smith'ninki The Wealth of Nations, ya'ni milliy boylikning ishlab chiqarilishi degan kitobni klassik kitob bu. Yani 1776-yili Amerikada davlat qurilgan shu yilnisi bu odamning shu kitobi nashr qilingan. Shu kitobning nashr qilinishi bilan iqtisodshunoslar iqtisod rasmiy bir ilm shaklida sistemlik bo'lib dunyoga keldi deb qarashidi. Ama shu kitoblarni bir tarjima qilgan gapdi. Bizning odamlarimiz o'qisa bo'ldi deydigan shunday bir tavsiyalarni qilgan. Ama onu qilaylik qo'y bizning odamlar kitob o'qimaydi, qarab qo'ymaydi. Post romanlarni o'zguchlik narsalarni yozmasam o'qimaydigan tursa deydi. Mayli, yozilib qolsa bo'ladi. Bir o'qituvchi deganning o'quvchisi jiq bo'lsa, har bir faslda 20 bo'ldi yoki 30 bo'ladi. Onun ichida hammasi yaxshi o'qib ketmaydi da. Shuning ichidan bir odam, 2 odam, 5 odam o'qisa hisob. Shunga men shu xil mana shunday bir o'zim o'qishni orzu qilgan, ammo topolmagan bir kitoblarni o'zimizning tilda o'qishni orzu qilgan kitoblarni ashuna kitoblarning mavjud bo'lishini orzu qilganligim uchun mush kitobni yozyapman. Ko'pchilik bilan, ya'ni iqtisod qiziqadigan ko'pchilik bilan uni tonishtiraman. Xudoyim buyursa, dunyoviy iqtisodshunoslar va ularning dunyoviy buyuk iqtisodshunoslar va ularning nazariyalari yoki ta'limotlari degan asar bilan buni deb qaytadim. Unda bo'lsa, ko'pchilik hammanglarga rahmat. Yana bir qitim mana bu kitob bu kitobni qarindoshlar o'qiydigan qarindoshlar o'qib ko'rib baxsanglar bo'ladi. Onunda balkim foydali gaplarmi bor, balkim uzunroq bo'lishi mumkin, balkim ba'zilarini belki o'qishga arzimay ketmaydi. Ammo o yazg'i bo'lmaydigan axlat emas. Shunga ko'pchilik ko'p yaxshiliklarni tilash bilan hozirgi so'zimni tugatay. Tamam.